Assalomu alaykum hammaga. Qani bugun sizlar bilan birgalikda bunday moslamalar chaqirganman. Anjuman yaqin uchun Temudan foydalanishni ko'ramiz. Qani ketdik. Shular deganlari. Bu yerdan o'zlariga moslab gurutga, qo'lni orqa qismiga oslashtirsalar bo'ladi. Lekin boshlanishiga ko'p qilishni maslahat bermayman. Albatta organizmga ko'p nagrizga tushsa qiynaladi, og'riq bo'ladi. Shu sababli sekin-sekin davom ettirgan yaxshi. Hammaga rahmat, sog' bo'lamiz.